Audio kitoblar kanali. Muyassar bo'lgandim. Biz Germaniya yoki Fransiyadan Italiyani afzal bilardik. Janni Rodari qanday xatolar bo'ladi? Bo'luvdim va ega bo'lgandim. Bunlardan bir kun o'qituvchi Grammatikus poyezdda ketayotib, boshni kupedagi kishilarning o'zaro suhbatini eshitib qoldi. Ular chet eldan qaytib kelayotgan Italiyaning janubida yashovchi ishchilar bo'lib, hammalari vatandan uzoqda ancha muddat ishlab, bola-chaqalaridan xabar olgani, yaqin birodarlari bilan diydor ko'rishgani qaytib kelishayotgan ekan. Men Italiyaga bundan 5 yil burun borishga muyassar bo'lgandim, dedi ulardan biri. Men esa Belgiyaga borishga muyassar bo'lgandim. U yerda ko'mir shaxtasida ishladim. Ishi juda og'ir edi, dedi ikkinchisi. O'qituvchi Grammatikus shu tariqa xiyla vaqt ularning suhbatiga indamay quloq solib o'tirdi. Agar siz zehn solib kuzatib turganingizda edi, uning borgan sari asabiylashayotganini, xuddi suv to'latilgan choynakning qaynash oldidagi holatga tushganini payqagan bo'lardingiz. Nihoyat suv qaynab, choynak qopqog'ini ko'tarib tashladi. O'qituvchi Grammatikus to'ppa-to'g'ri haligi yo'lovchilarning oldiga bordi-da, jiddiy turib shunday dedi. Borishga muyassar bo'lgandim. Mana tag'in o'sha janubliklarning bo'lish fe'li o'rniga muyassar bo'lish fe'lini qo'llashi. Maktabda sizlarga men Italiyaga borishga muyassar bo'lgandim o'rniga men Italiyada bo'lgandim deb aytishni o'rgatishmaganmidi? Boshiga qora shlapa kiygan, sochi oppoq senyorni hurmat bilan qarshi olgan kishilar jim bo'lib qolishdi. Muyassar bo'lmoq fe'lini bu tarzda ishlatib bo'lmaydi, deb so'zida davom etdi o'qituvchi Grammatikus. Bu juda qo'pol xato. Bu so'zni noto'g'ri qo'llashdan, talaffuz etishdan boshqa narsa emas. Ishchilar chuqur xo'rsinib qo'yishdi. Keyin ularning ichidan biri 1-2 yo'talib nafasini rostladi. Bo'lishi mumkin, senyor, siz haqsiz. Siz ko'p o'qigan bo'lishingiz kerak. Men bo'lsam faqat boshlang'ich ma'lumotga egaman, xolos. Ammo o'shanda ham bosim o'tirib o'qishdan ko'ra ko'proq mol boqqanman. Mabodo noto'g'ri talaffuz etayotgan bo'lsam, uning aslo ajablanarli joyi yo'q. Bo'lmasamchi siz noto'g'ri talaffuz qilyapsiz. Xuddi shunday, aytganingizdek ehtimol bu juda muhimdir. Bahslashib o'tirmayman. Lekin bu o'ylashimcha keragidan ortiq darajada hamon ibora emasmikan? Bizlar yashashni begona yurtdan qidirishga to'g'ri kelyapti. Oilalarimizni, bolalarimizni uzoq muddatga tashlab ketishga majbur bo'lyapmiz. O'qituvchi Grammatikus nima deyishni bilmay qoldi. Albatta, umuman olganda gap shundaki, biroq nima bo'lganda ham baribir muyassar bo'lgandim, o'rniga men bo'luvdim degan ma'qulroq. Faqat nemislar shunday deyishadi. Biz bo'lsak, fe'lni ulardan boshqacharoq talaffuz etishimiz kerak. Men bo'lgandim, bizlar bo'lgandik, ular bo'lgandilar. Dedi ishchi muloyim kulib. Men bo'lgandim, bizlar bo'lgandik. Bilasizmi, bizlar ko'proq qayerda bo'lishni xohlardik? O'zimizning ona yurtda. Biz Fransiya va Germaniya Federativ Respublikasida bo'lsak ham hammadan ko'proq bu yerda, Italiyada bo'lishni istardik. Bu yerdan hech qayoqqa ketmay shu yerda ishlashni, uyimiz bo'lishini va unda xotirjam yashashni xohlardik. U o'qituvchi Grammatikusga tiniq va mehribon ko'zlari bilan boqdi. Shu topda o'qituvchi Grammatikus o'zini o'zi savalagisi kelib ketdi. U o'zicha to'ng'illab dedi: "Ahmoq, g'irt tentak ekansan. Nuqul xato qidirasan." Noto'g'ri ibora emish. Chinakam xatolar butunlay boshqa yoqda ekan-ku. Evrika! Ikkinchi bob: qulayotgan minora. Bir kun o'qituvchi Grammatikus Pizaga kelib, kundan kunga o'qib borayotgan mashhur minoraga chiqdi-da, nafasini rostlab turib o'sha yoqdan shunday xitob qilibdi: "Xaloyiqlar, Pizaliklar, do'stlarim!" Pizaliklar minora tepasiga qarab kula boshlashibdi. Minoramizni tili chiqib so'zlayaptimi? Lekin ko'p o'tmasdan ular minora tepasiga chiqib olgan. O'qituvchi Grammatikusni ko'rib qolishibdi. U bo'lsa hamon xitob qilishda davom etardi. Minorangiz borgan sari olib borayotganining sababini bilasizmi? Men sizlarga buning sababini aytib beraman. Kimda-kim uning poydevori cho'kyapti yoki shunga o'xshagan bir gap bo'lyapti deygudek bo'lsa, siz uning gapiga aslo quloq solmang. Hamma gap shundaki, minora poydevoriga rostakamiga xato nishonasi o'rnashib qolgan. Faqat u butunlay boshqacha xato.
Minorani qurgan me'morlar imlodan bo'sh bo'lishgan. Shu bois ularning minorani tiklashda muvozanatga emas, muvozanatga e'tibor berib ko'targan. Siz gapimga tushunyapsizmi? Muvozanatda minora u yoqda tursin, hatto oddiy tayoqni ham tikka qilib bo'lmaydi. Nima demoqchi bo'lganimni o'zingiz anglab olgandirsiz. Minora poydevoriga a'lo sifatli O harfini qo'yish zarur. Shundan keyin darhol u o'z muvozanatini tiklab oladi. Bunga hech qachon yo'l qo'ymaymiz, deya bir ovozdan taklifni rad etishdi pizaliklar. Dunyoning qaysi puchmog'iga qaramang, hamma joyda adil turgan tik minoralar to'lib toshib yotibdi. Og'ib turgan minora esa faqat bizda, bizning Pizadagina bor. Bas, shunday ekan uni to'g'rilab ham nima qildik? Buning kimga keragi bor? Hoy, o'shanglar bu espasni. Uni vokzalga olib borib, eng uzoqqa ketadigan dastlabki poyezdga o'tkazib yuboringlar. Ikki soqchi o'qituvchi grammatikusini qo'ltig'idan ushlab vokzalga olib bordi-da, Grossetta tomon jo'naydigan, har bir katta-kichik bekatda to'xtab o'tadigan 100 kilometr masofani yarim kunda bosadigan birinchi poyezdga o'tkazib yubordilar. Har holda o'qituvchining yaxshilik bilmaydigan odamzod haqida fikr yuritishi uchun vaqt bemalol yetib borardi. U o'zini shamol tegirmoni bilan bo'lgan jangidan so'ng kamsitilgan Don Kixotning holiga tushganday his etdi. Lekin tushkunlikka tushmadi. U Grossettada poyezdlar qatnov jadvalini o'rganib, Pizaga yashirin qaytib kelib, pizaliklarning taomiliga qaramay, baribir minoraga O tajribasini o'tkazishga qaror qildi. O'sha kuni tasodifan juda oydin edi. Aniqrog'i tasodifan emas, albatta To'linoy o'z jadvaliga muvofiq nur sochib turardi. Oy nurida minora juda chiroyli va ko'rimli ravishda yerga ta'zim etib turardi. Buni ko'rib, o'qituvchining qalbi zavq-shavqqa to'ldi. Keyin o'ylanib, ba'zi xatolar qanday ajoyib bo'ladi-ya, deb qo'ydi.